Men bugun bir yaqinimdan ayrildim. Kimdan, Jahid? Omer otadan. Omer ota kim? Po'lat og'aning dadasi. Nimalar deyapsan, Jahid? Omer ota hammamizning otamiz edi. Jahid, sen... Topinuvchilarning orasiga Po'lat og'aning qasosini olish uchun kirganimda hamma do'stlarim meni xoin dedi. Ado bo'lgandim. Lekin yana meni o'sha zulmatdan chiqargan kuch Omer ota bo'lgan. Sen nimalar deyapsan, Jahid? Ha, to'g'ri. Men nimalar deyapman o'zi? Jahid,